orqaga qarasangiz hamma muammoni yechib keldik-ku shu paytgacha. Yechilmagan muammo yo'q u. Misol uchun men kalaskaga o'tirib qolgandim, men уже bo'ldi, o'zim o'ylagandim. Bo'ldi, demak 46 yoshimda kalaskaga o'tirdim, mana shu peshonamga yozilgan ekan. Bilin, hali bolalarimni uylantirmaganman, qizim chiqarmaganman. deb depressiyaga tushib qoldim. Endi nima qilaman? Men bilan shunaqa narsa bo'ldi degan. Shokka tushib qolganman. Bu yomon narsa. Ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Biz hammamiz o'ylaymizki, misol uchun o'shancha mana kommentariyada yozadi-ku, rosa so'kib ketadi-ku, mana onangni, otangni, o'zingni deganlar bor. Hoy, baraka topqil musulmonlar. Islom dinidagi musulmonlar yozadi, o'rislar so'kmaydi mana. Bizani o'zbeklar so'kib ketadi. O'sha siz mana kommentariyada so'kib, shunda chiqib ketganingizda siz mashina urib ketsa-chi. Tasavvur qancha gunoh bilan u dunyoga ketasiz. Svejiy tandirdan shunday chiqqan gunoh bilan kirib borasiz Alloh taolaning oldida. Deydi sizga Alloh taolo. Hozir kimni so'kding qani? Hozir kimni so'kding desa, voy ana oltin xonim rosa so'kkandim. Mana shuning uchun do'zaxqa deydi siz. Fuk, do'zaxqa jo'natadi.